Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Samsung Galaxy S22 Ultra haqida gaplashamiz. Bu telefonni 2025-yil sotib olishga arziydimi yoki yo'q? Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Buni asosiy xususiyatlariga keladigan bo'lsak, protsessori Snapdragon 8 Gen 1 protsessori bilan jihozlangan, kamerasi esa 108 megapiksel asosiy va 3 ta kamera moduli mavjud. Ulardan ultra keng burchakli kamerasi 12 megapiksel, 3x yaqinlashtirib berish kamerasi esa 10 megapiksel, periskopik kamerasi esa 10 megapiksel. Bu ya'ni 10x yaqinlashtirib beradigan periskopik kamera hisoblanadi. Asosiy oldi kamerasi esa 40 megapikselni tashkil etadi. Ekranlar ruxsati 1440 ga 3088 pikselni tashkil etadi. Ekrandagi piksellar zichligi esa 500 ppi ni tashkil etadi. Buni ekrani Dynamic AMOLED 2X hisoblanadi. Bu 2K ekran hisoblanadi. Bundagi video sifati esa juda ajoyib. Mana hozir ko'rsataman. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, kачество umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ekran HDR10+ da qo'llab-quvvatlaydi. Ekran yangilanish tezligi 120 Hz hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tay. O'sha Apple kompaniyasi iPhone uchun displeyini Samsungdan sotib oladi. Buni batareykasi 5000 mAh litiy-ionoviy batareyka turibdi bunda. Quvvatlash tezligi esa 45 Vni qabul qiladi. Ya'ni siz agarda original zaryadnik Samsungning o'zini original 45 Vtlik zaryadnikni bunga suqib ishlatadigan bo'lsangiz, to 10%, 5% dan 100% bo'lguncha maksimum 1 soat, 1 soat 10 minut vaqtingizni oladi. O'sha siz maqtaydigan iPhonedan ko'ra 2 barobar tezroq to'ldiradi. Orqasi Gorilla Glass Victus bilan jihozlangan. Oldi ekran himoyasi Gorilla Glass Victus Plus bilan jihozlangan. Bu bemalol cho'ntagingizda kalit bo'ladimi, tanga bo'ladimi, temir nimaiki temir bo'ladigan bo'lsa, bemalol shunga solasiz. Chexolsiz holatda ham hech qanaqasiga chizilib ketmaydi. Asosiy buni yana xususiyatlaridan bittasi, bunda 100 marta yaqinlashtirish kamerasi turibdi, periskopik. 100 marta qanday yaqinlashtiradi? U faqat raqamni yaqinlashtirib beradi. Qanaqa? Masalan, 10 marta yaqinlashtirilgani bu analogli. Ya'ni u rostdan ham 10 marta yaqinlashtirib beradi, kачествоni yo'qotmagan holatda. Buni kamerasi aytib o'tganimdek 108 megapiksel bu asosiy kamera. U 10 marta yaqinlashtirib berishni o'z ichiga olmaydi. Bu yerda 10 marta yaqinlashtirib berish alohida periskopik kamera qo'yib o'tilgan. Ko'pchilik o'ylaydi, bu yerda 5 ta yo'q. Mana bu tepada turgani bu skaner vazifasini bajaradi. O'shalik Samsung iPhone'da ko'rganlaringdek lidar skaner degan narsaga o'xshagan narsa bu ham. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, 4 ta kamera qo'yib qo'ygan va bittasi ishlaydi. Yo'q, bu Redmi emas, bu Samsung. Bunda hamma kameraning o'zini alohida vazifasi bor. Hammasi ishlaydi. Faqat o'zini o'sha qo'yib qo'yilgan vazifasida. Masalan, 3 marta yaqinlashtirish uchun mana bu kamera ishlaydi. 10 marta yaqinlashtirish uchun mana bu kamerasi ishlaydi. Bu 1x yaqinlashtirib beradigan asosiy kamerasi, o'sha 108 megapikselli. Mana bu 12 megapikselli esa ultra keng burchakli rasmga olish uchun mo'ljallangan. Ya'ni o'sha 0.5 deymiz biz. Bu Samsunglarda 0.5 yo'q. 0.6 ga o'zgargan. Bu 0.5 dan ko'ra ozginaga farq qiladi, lekin unaqa katta farq qilmaydi. Hozir buni sizlar bilan birgalikda kamerasini qay darajada sifatli ekanligini, puliga arziydimi yoki yo'q, buni sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib video test qilib ko'ramiz, rasm test qilib ko'ramiz. Xullas, hammasini tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. 4K 60 FPS. Stabilizatsiya normal holatda. Ko'rishlaringiz mumkin, biz oddiy yuryapmiz. Bu yurgandagi holat. Endi yugurib ko'ramiz. Bu yugurgandagi holat. 4K 60 FPS da avtofokusini sinab ko'ramiz qani. Yomon emas. 4K 60 FPS da zoomni tekshirib ko'ramiz. 10x gacha yaqinlashtirar ekan.
Afsuski 4K 60 FPS da 05 kadrga video yozayotgan payti o'tmas ekan. Xo'p, bu yerda mana nimalar bor ko'rishlaring mumkin. Portret rejimi bor. Razmeti, ya'ni yuvish. Qay darajada? Studiya, светлый монохром, темно монохром, задний фон, точки цвета. Hop, bundan tashqari foto rejimida 10x, 100x, 30x, 3x, 1x, 05. Hop, bundan tashqari video yozish sifati 8, 24 fps, 4K 30 va 60 fps, Full HD 30 va 60, HD formatda 30. Bu yog'ida ko'rishlaring mumkin. Expert Pro, professional video notch, ya'ni ovqat rejimi ham bor. Panorama, sverxzamedlenniye, zamedlenniye syomka, giperlaps bor. Bularda birma-bir tushuntirib o'tirmayman. Bu yerda aytgancha. Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Full HD 120 fps, ya'ni Full HD da 120 ta kadr sekundiga tushirish imkoniyati bor. Ya'ni buni kamera qobiliyati 120 kadr sekundiga tushirish imkoniyati mavjud. Bu faqat iPhone 16 Pro Max da emas, Samsung S22 Ultra da ham mavjud. 24 fps, 60 fps, 30 fps, 120 fps. Astrofoto degan funksiya qo'shilgan bularda. Qani ko'ramiz, показать. Hop. Mana. Yupiter, Uran, Oven, треугольник. Xullas, shunaqa yulduzlar. Selfie kamerasini video yozish va ovoz yozish sifatini tekshirib ketamiz. Qay darajada buni o'zlaring izohlarda yozib qoldirib ketinglar. 2025-yilda $360, $400 atrofida sotib olishga arziydim yoki yo'q? Hop, endi yugurib ko'ramiz. Bu yugurib ko'rgandagi, bu yurayotgan holatdagisi. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, kamerasini kачествоsi, ya'ni sifati qay darajada, izohlarda yozib keting. Yoqqan bo'lsa, bitta like. Xo'p, buni hozir AnTuTu'da test qilib ko'ramiz, o'zini qanaqa ko'rsatadi. Mana biz AnTuTu'da uni test qilib ko'rdik. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda 1,53,556 ball yig'gan. Bu AnTuTu'ni o'zini rasmiy o'sha saytiga kiradigan bo'lsalaring, saytida ko'rsatilgan. Bu 45-o'rinda turibdi. S23 FE dan keyin S23 FE Exynos
2200 protsessori bilan jihozlanib 1,83,000-87,000 oralig'ida ball yig'gan va 44-o'rinda turibdi. Bu S22 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 protsessori bilan. Farqi nimada Exynos bilan Snapdragon deydigan bo'lsangiz, Exynos protsessori bilan jihozlangan telefon internetda tez ishlaydi. Ishlash tezligi jihatidan Snapdragondan jichaga farq qiladi, tezroq ishlaydi, lekin protsessor qizib ketishi, batareykani qizib ketishi, telefonni umuman qizib ketishi Exynos versiyasida tezroq. Nimaga? Chunki u tezroq ishlagani hisobiga quvvatni batareykadan ko'proq talab qiladi. Shuni hisobiga. Lekin o'yinda Exynos versiyasidagi telefon unchalar katta natijalar bermaydi, chunki Snapdragon protsessori bilan jihozlangan telefonlar o'yinda batareykani ham tejaydi, tez qizib ketishini ham oldini oladi. Xullas, Snapdragon protsessorli telefon olishingizni tavsiya qilaman, agarda siz o'yin ixlosmandi bo'lsangiz. Do'stlar, videoni eng asosiy joyiga yetib keldik. Narxi buni 2025-yilda bozordagi o'rtacha narxi $340 to $420 topishingiz mumkin. $420 qanaqa deyishingiz mumkin. S22 Ultralarda shu versiyalar chiqqan 1 terabaytli, ya'ni 12 ga 1 terabaytli, 16 ga 1 terabaytlilari chiqib ketgan. Ajratib olishingiz mumkin. Korpusi kulrang bo'ladi, oranjiviy bo'ladi, ya'ni olma tolqon rang bo'ladi. Shunisidan farqlab olishingiz mumkin 1 terabaytli ekanligini. Qolganlarida unaqa chiqmagan. 512 talisida ham oddiy qora chiqqan, oq chiqqan, o'sha yashil chiqqan, bordoviy chiqqan, to'q qizil, 256 lisi ham xuddi shunaqa. Mendagisi hozir 12 ga 512 gigabaytli versiyasi. Buni men $380 ga emailga ro'yxatidan o'tmagan holatda sotib olganman. Agarda sizga 256 xotiraligi ham yetadigan bo'lsa, to siz uni $350 gacha, ya'ni $350 dan $360-370 gacha bo'lgan narxdagisini oladigan bo'lsangiz, holati ideal holatda topishingiz mumkin, emailgadan o'tgan holatda. Endi bu sizni qayerdaligingizga, qaysi viloyatdan kuzatayotganingizga va qaysi viloyatda turib narxlarni solishtirayotganingizga qarab. Men hozir Namangan viloyati Mingbuloq tumanida turgan holatimda narxlarni sizga tanishtirib o'tyapman. Men buni Namangandan sotib olganman. Shundan keyin biz ham xudo xohlasa telefon olib sotib shu biznesni yo'lga qo'yamiz deb Texnobozorcha degan kanalni Telegramda yurgizishni boshladik. U yerga o'tib bemalol narxlar bilan tanishib, buyurtma berishingiz, xohlasangiz kelib olib ketishingiz, xohlasangiz agar siz viloyatlardan buyurtma beradigan bo'lsangiz, BTS pochta orqali sizlarga bepul yetkazib beramiz. Sizlarga qulaylik bo'lish maqsadida. Bu telefonni 2025-yil $350-380 atrofida sotib olishga bemalol arziydi deb men hisobladim. Nimaga? Chunki kamera yomon emas, 4K 60 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi. Batareykasi 5000 mAh, himoya zashtasi bor, suvda bemalol ishlaydi. Suvga solishlarni tavsiya qilmayman. Batareykasi 5000 mAh, 45 vatli bыстрый zaryadka. To'g'ri, bu Redmi'larga o'xshab 120 vatli zaryadniklarni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin, lekin 45 vatli agar Samsung original zaryadnikiga qo'yadigan bo'lsangiz, sizga bemalol bu telefonni zaryadi tez to'lib berishi bilan ham qoniqtirishi mumkin. Siz keyin bundan kutayotgan zadachalaringizga qarab turib, buni batareykasi yetib berish imkoniyati ortadi. Agar siz bunda to ertalabdan kechgacha PUBG o'yna, Free Fire, bir Call of Duty o'yna, buni qo'pol qilib aytganda rasa sokini chiqarib ezadigan bo'lsangiz, to bu sizga maksimum 4-5 soatga yetib beradi. Keyingi videoroliklarimizda S23 Ultra bor bizda va Xiaomi 12T Pro bor. Xiaomi 12T Pro ni bilmaganlar uchun mana bu yerda rasmi chiqadi. Bu telefonimiz qanday xususiyatga ega? U Snapdragon 8 Plus Gen 1 protsessori bilan, ya'ni mobil platform deb nomlangan protsessor bilan jihozlangan. U o'yinda kerak bo'lsa mana bu telefonda damini berib tashlaydi. Kerak bo'lsa S23 Ultra ni ham. FPS bemalol 90 FPS ochadi o'sha PUBG da, Call of Duty da. Bu telefonimiz maksimum 60 FPS gacha ochib bera oladi. U o'yinda grafikasiga qarab turib, masalan, endi men o'zim PUBG
o'ynamayman. Qanaqa Ultra Extreme, HD Extreme, Ultra HD, xullas shunaqa joylari bor edi, men bilmayman. Xullas, do'stlar, bu telefonni sotib olishlaringni bemalol tavsiya qilishim mumkin. Nima ham derdik, videoni tamomlaymiz. Sizlar bilan men Sardorbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Video qanaqa chiqdi? Bu meni birinchi videoyim. Ya'ni birinchi videoyim S22 Ultra obzori haqida bo'ldi. Xudo xohlasa davomli bo'ladi. Keyingi safar S23, Xiaomi 12 Pro va Redmi Note 14 Pro Plus 12 ga 512 gigabaytligi bor menda hozir turibdi. Uni ham video obzor qilishimiz mumkin. Sizlardan bitta like, bitta podpiska va kommentariy yozib qo'yinglar. Xudo xohlasa davomli bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'ling.